Bu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz bilan jannatda Allohning jamolini ko'ring do'stim. Men shunchaki niyat qilyapman, sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Hofizi Qur'onlar chiqsin, jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin do'stim. Siz uchun manfaatli reklama qilaman. Qarang, siz Rossiya hududidasiz. Grancha xizmatidan foydalanishingiz kerak, kirdi-chiqdiga borishingiz kerak. Mashinada boradigan bo'lsangiz, uyingizdagilarni xavf-xatarga qo'yib, xavotirga qo'yib, o'zingizni, joningizni, molingizni xavotirga qo'yib, yer muzida qishki kunida qiylanib 3 kunlab borib kelgandan ko'ra, bor yo'g'i 1 kunda samolyotda kirdi-chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Migratsion kartangizni yangilasangiz bo'ladi. Jannatiy birodarim, buning uchun ko'rsatilayotgan nomerlarga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qiling hamda ushbu videoda hali hamon 3 kunlab mashinada kirdi-chiqdi xizmatdan foydalanib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Narx qiziq deysizmi? Agar siz O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarosi bo'lsangiz 11500 rubldan boshlanadi. Vassalom.